Mana shunaqa uzoqda bo'lsa ham gilosim meva qilsa bo'ldi. Baland bo'lib ketsa ham deydigan odamlar bor, bilaman baribir. Ko'pchilik kommentariyaga qarayman, lekin bizda bu yerda shox uchun ko'proq e'tibor qo'yilganligi sababli shunaqa bo'lgan. Lekin men sizlarga mana giloslarni ko'rsatib o'tmoqchiman. Gilos sort skina. Meva zo'r, hosildorligi yaxshi. Daraxt yoshi 3 yosh, 5 yosh. Onalik bog'da edik. Mana hosildorliklarni o'z ko'zlarim bilan ko'rib o'tinglar. Bu misol uchun bitta tipida emas. Misol uchun mashina ham gilosi yo'q o'xshab ko'rinar, lekin gilos juda ham quyib oladi. Hammasi shunaqa quyib olgan deb hisoblayman. Barida tagida gilos juda ham zo'r. Mana oddiy misol, mana shu gilos ko'rinyapti mevalari, hozir ko'ringan yo'q, lekin mana. Hoppa. Mana ikkinchi shoxi tegmaydi. Hamma mevalari quyib tashlaydi. Hosildorligi yaxshi deb hisoblayman, lekin hozirlarga men bu narsalar ko'rsatishimdan maqsad mevalar shular hammasi qo'shmag'i bor, deyarli 5-foizgacha. Nimalarga shundan maqsad hozir men sizlarga Balovoy sersani ko'rsataman. Mevalar qanaqa oldi bu yil? Yonma-yon turganda bahorda ichidagi holatlari. Men bu yil o'zim ham aytib o'tganman. Balovoy sersa gilos babi nisbatan ancha kuchli sort giloslardan ham. Chunki bozorda ham kalibri ham, qattiqligi ham juda ham yaxshi turadi. Bular Balovoy sersa. Nisbatan bu yil yaxshi ushadi. Atak bizni iqlimdadir. Balki ko'p joydan aytishyapti, Balovoy sersam bor, lekin yaxshi meva ola olmayapman. Bu yil ham to'kib bordi. Ichiga Balovoy sersan ichiga bahor giloslar ekilgan. Bunda ham nisbatan meva zo'r hisoblanadi. Lekin mana shu yerdan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta, 10 tagacha mana ushab turgan shoximda mana shu yergacha 10 tagacha gilos olsak bo'ladi. Balovoy sersa bandi uzun, lekin nisbatan bizda yaxshi ushadi deb hisobladim o'zim. Chunki yaxshi mevalar, agar mana shu mevalar yetkazib berib tursa, gilosimiz to'kib yormasa, no'xatdan katta bo'lgandan keyin deydi ko'pchilik, boshqa deydi, lekin shular shu darajada chaman gullaganki, mana hali ham to'kib yuribdi. Balovoy sersa. Balovoy sersa. Nisbatan men o'zim uchun o'tgan yilga qaraganda nisbatan yaxshi hisoblayman. Ichiga cho'tir gilos, qora gilos, shponka, olcha, kimlardir qo'qon gilos deydi. Cho'tir giloslar ekilgan, bahor giloslar ekilgan, lekin nisbatan meva baribir deyarli skinaga qaraganda ancha kam. O'ta ancha kam. Misol uchun Svitariyani, Realtiyaga, Carmen degan giloslar bor, lekin hozir mana qarang. Hozir ko'rsatgan shoxchamda men sizga 10 ta meva hisoblab berdim, gidayda. Endi mana skinadagi mevani qarang. Nechta bor shatda mana? Mana u shoxda davomi. Mana ikkinchi shox. Quyib tashlayapti. Meva nisbatan ko'pligi uchun bu giloslar hali bozor iqtisodiyotida ham zo'r bo'lib ketishini Xudodan so'rab qolardik. Bitta shoxda 10 dona. 10 ta hisobladim, hozir sanadim, ushab qoladiganini, Balovoy sersani. Lekin bu yilga ko'ra zo'r. Men o'zim Balovoy sersani ham unaqa yomonlamayman.
nisbatan mevasi jicha kuchliroq skinaniki. Ko'proq oladi. Bandi nisbatan jicha kalta, tan olaman. Yes. Mana shu yerda bir 100 taga yaqin meva borda, atak. Palavoy sersada, lekin xuddi shuncha shoxda ko'rdik 10 dona meva bor. Har bittasida har birida mevalari yaxshi. Palavoy sersani o'zim ham aytganman, bil yaxshi oldi bizning iqlimda, Farg'ona viloyati Quva tumanida juda ham yaxshi oldi deb hisoblayman, lekin skinalar, sortlar meva ko'p olish sababli iqtisodiyot bozorda talabi kuchayib ketyapti. Mana ular bu mevaga bitta qaranglar-da mana. Yegi beraymi dehqon aka? Yo'q, turaversin. Meva qaranglar. Kelaman ketdi. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Hali xudo xolasa bundan ham zo'r videolar qo'yib boraman. Dorilash ishlari qanaqa qilib kalibrni kattalashtirish 1 yil davomida gilos pishguncha 6 marta, 7 marta, deyarli 10 martagacha dorilash ishlarini olganman videosini. To'liq videolar qo'yib beraman, ko'rasizlar. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlarni so'rab qolardim. Agrobog' Vodiy Telegram kanalimiz bor. Shunga o'tib podpiska bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalda hamma ma'lumotlar to'liq beriladi. Misol uchun bugun shunaqa ish bo'lyapti. Bunaqa dori sepyapti. Mana bu vattekada bunaqa sotadi. Hamma joyda shunaqa deb qilimigacha qarab kuzatib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bittadan like bosib qo'yishni unutmanglar.